Rossiya urush uchun pul izlamoqda. Ommaviy axborot vositalari. Tarmoqlarda 15 milliondan ortiq o'zbekistonlikning ma'lumotlari tarqaldimi? Hindiston Rossiyadan neft sotib olishni to'xtatishga rozi bo'ldi. Tramp urushni tugatish kerak. Zelenskiy Ukraina zarur qadamlarni tashlashga tayyorligini aytdi. Sadr Japarov ukasi va o'g'lining halok bo'lish sabablarini ochiqladi. Eron AQSh bilan keskinlikni kamaytirish uchun yadro dasturini yopishga yoki to'xtatishga tayyor. Rossiya harbiy ro'yxatga turmagan migrantlarning bolalarini fuqarolikdan mahrum qiladi. Bugungi kunda qandli diabet bilan bog'liq muammolar ko'plab insonlarni tashvishga solmoqda. Biz eng ishonchlisini tavsiya qilamiz. Turkiyada ishlab chiqarilgan Abi Hayat damlamasi 100% tabiiy va halol tarkibga ega mahsulot. Ushbu damlama sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlashga, umumiy holatni nazorat qilishga va quvvatni oshirishga yordamchi sifatida iste'mol qilinmoqda. Eng muhimi, hoziroq xarid qilganlarga 2 ta massaj qurilmasi bepul sovg'a. Batafsil ma'lumot uchun hoziroq qo'ng'iroq qiling. Hindiston Rossiyadan neft sotib olishni to'xtatishga rozi bo'ldi. Tramp Hindiston Rossiyadan neft sotib olishni to'xtatishga rozi bo'ldi. Bu haqda AQSh prezidenti Donald Tramp ma'lum qilgan. Trampning so'zlariga ko'ra, u 2 fevral kuni Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan telefon orqali muloqot qilgan. Ushbu suhbatda Modi Rossiya neftini xarid qilishni to'xtatishga rozilik bildirgan. Hindiston bosh vaziri Modi bilan suhbatlashish men uchun sharaf bo'ldi. U mening eng yaqin do'stlarimdan biri, o'z mamlakatining qudratli va hurmatli rahbari. Biz ko'p narsalar, jumladan savdo, Rossiya va Ukraina bilan urushni tugatish haqida gaplashdik. U Rossiya neftini sotib olishni to'xtatishga, Qo'shma Shtatlar va ehtimol Venesueladan ko'proq sotib olishga rozi bo'ldi. Bu har hafta minglab odamlar halok bo'layotgan Ukrainadagi urushni tugatishga yordam beradi, deya qarorni izohladi AQSh prezidenti. Tarmoqlarda 15 milliondan ortiq o'zbekistonlikning ma'lumotlari tarqaldimi? Ijtimoiy tarmoqlarda hukumat tizimlaridan kamida 15 million O'zbekiston fuqarosining shaxsiy ma'lumotlari sizdirilgani va dark webga joylashtirilgani haqida xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan Kiberxavfsizlik markazi axborot xizmati munosabat bildirgan. Unga ko'ra, hozirda mazkur holat bo'yicha o'rganishlar olib borilmoqda va holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etiladi. Shaxsiy ma'lumotlaringizni boshqa shaxslarga oshkor etmang. Davlat va boshqa elektron axborot tizimlariga kirishda murakkab login va parollardan foydalaning. Shuningdek, shubhali havolalar orqali o'z ma'lumotlaringizni kiritishdan saqlanishingizni so'raymiz, deya qo'shimcha qilingan xabarda. Rossiya urush uchun pul izlamoqda. Ommaviy axborot vositalari. Rossiya hukumati byudjetdagi teshikni yopish va urushni davom ettirish uchun shoshilinch ravishda 1,2 trillion rubl izlayapti. Bloomberg. Neft, gaz daromadlari keskin kamaygani sabab byudjet taxminan 2,2 trillion rubldan kam olishi mumkin. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, hokimiyat urush tez orada tugaydi deb hisoblamaydi. 2026-yilda harbiy xarajatlar rejalashtirilganidan 12,9 trillion rubldan ham oshishi kutilmoqda. Pul topish uchun yangi choralar muhokama qilinmoqda. Kazino biznesini qonuniylashtirib, daromadning 30%ni davlatga olish, olmos eksportiga boj joriy etish, ekologik yig'imlarni keskin oshirish, deb ta'kidlangan xabarda. Urushni tugatish kerak. Zelenskiy Ukraina zarur qadamlarni tashlashga tayyorligini aytdi. Ukraina urush tugashi uchun tinchlik sari zarur qadamlar tashlashga tayyor. Bu haqda mamlakat prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining Telegram kanalida ma'lum qilgan. Zelenskiy 2 fevral kuni Abu Dabiga muzokaralar uchun boradigan Ukraina delegatsiyasi bilan yig'ilish o'tkazdi. Unda Milliy xavfsizlik kengashi kotibi Rustam Umarov, prezident ofisi rahbari Kirill Budanov va o'rinbosari Andrey Gnatov, maslahatchi Aleksandr Bevs qatnashadi. Shuningdek, Xalq xizmatkori fraksiyasi rahbari David Aramaxya ham tinchlik muzokaralarida ishtirok etadi. Jamoa bilan suhbat doirasi va aniq vazifalarni kelishib oldik, dedi prezident. Shuningdek, u Ukraina delegatsiyasi AQSh tomoni bilan 2 tomonlama uchrashuvlar ham o'tkazishini qo'shimcha qildi. Ukraina real qadamlarga tayyor. Biz munosib va uzoq muddatli tinchlikka erishish mumkin deb hisoblaymiz. Biz Qo'shma Shtatlar bilan xavfsizlik kafolatlari to'g'risidagi 2 tomonlama hujjat tayyor deb hisoblaymiz. Tiklanish va iqtisodiy rivojlanish bo'yicha hujjatlar ustida yanada batafsil ishlashga umid qilamiz.
Rossiya harbiy ro'yxatga turmagan migrantlarning bolalarini fuqarolikdan mahrum qiladi. Rossiyada harbiy ro'yxatga turmagan chet elliklarning farzandlari fuqarolikdan mahrum etiladi. Fuqarolikni tugatish to'g'risidagi qonun loyihasining yangilangan tahriri e'lon qilindi. Bu haqda qonun loyihasiga tayanib Vedmosti xabar qilgan. Bunday chora bola Rossiya fuqaroligini qonunni buzgan ota-ona xohishi asosida olgan bo'lsa qo'llanadi. Shu bilan birga tug'ilganlik bo'yicha berilgan fuqarolik va ota-onasidan biri Rossiya fuqarosi bo'lgan hollarda bu qo'llanmaydi. Mazkur tuzatishlarni Davlat dumasi mudofaa qo'mitasi raisi Andrey Kartopalov, Xavfsizlik qo'mitasi rahbari Vasiliy Piskaryov va boshqa deputatlar tayyorlagan. Qonun loyihasiga ko'ra, harbiy hisobga turishdan bosh tortgani uchun fuqarolikdan mahrum etilgan shaxs kamida 3 yildan keyin fuqarolikka qabul qilish to'g'risida yana ariza berishi mumkin. Shuningdek, prezident gumanitar maqsadlarda chet elliklarning ayrim toifalari uchun bu muddatni qisqartirishi mumkin. Rossiyaning yangi fuqarolari 2 hafta ichida ro'yxatdan o'tish uchun harbiy komissariyatga kelishi yoki 1 hafta ichida davlat xizmatlari orqali ariza topshirishlari shart bo'ladi. Majburiyatni bajarmaslik to'g'risidagi qarorni maxsus komissiya qabul qiladi. Fuqarolikni tugatish to'g'risidagi yakuniy qarorni esa Ichki ishlar vazirligi 30 kun ichida chiqaradi. Eron AQSh bilan keskinlikni kamaytirish uchun yadro dasturini yopishga yoki to'xtatishga tayyor. Bu haqda The New York Times xabar qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, juma kuni Istanbulda AQSh prezidenti maxsus vakili Steve Uitkov, Trampning kuyovi Jared Kushner, Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi, shuningdek Turkiya, Qatar va Misr vakillari o'rtasida vaziyatni yumshatish bo'yicha uchrashuv o'tkazilishi mumkin. Nashrning xabar berishicha, Eron o'z yadroviy dasturini to'xtatishi yoki yopishga tayyor. Ammo o'tgan yili AQSh tomonidan taklif qilingan mintaqaviy yadroviy konsorsium variantini afzal ko'rmoqda. Eron yopiq muloqotlarda yadroviy dasturga jiddiy cheklovlar kiritilishi mumkinligini bildirgan. Jumladan boyitilgan uranni 2015-yilgi bitim modeli asosida Rossiyaga chiqarish imkoniyati ham ko'rib chiqilmoqda. Bu harakatlar AQSh bilan taranglikni kamaytirishga qaratilgan, deyiladi xabarda. Sadir Japarov ukasi va o'g'lining halok bo'lish sabablarini ochiqladi. Qo'shni Qirg'izistonda yo'llardagi fojialar yana bir bor qattiq gapirildi. Prezident Sadir Japarov so'nggi 10 yildagi yo'l transport hodisalari bo'yicha juda og'ir raqamlarni ochiqladi. Bu davrda 9120 kishi halok bo'lgan, yana 13260 kishi turli jarohatlar olgan. Eng alamlisi, jarohat olganlarning salmoqli qismi keyinchalik nogironlikkacha yetib borayotgani. Bu esa davlat zimmasiga nafaqa va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash kabi qo'shimcha yuk tushirayotganini ta'kidladi. Prezident buni quruq statistika sifatida emas, hayotdagi og'riqli voqelik sifatida aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ukasi va uning rafiqasi avtohalokatda voqea joyida halok bo'lgan. Ularning 4 nafar farzandi esa turli darajadagi jarohatlar olgan bo'lsa-da omon qolgan. Shuningdek, Japarov 2019-yilda katta o'g'li ham yo'l transport hodisasi oqibatida hayotdan ko'z yumganini esladi. Ochiq manbalarda keltirilishicha, 27 yoshli Dastan 2019-yil avgust oyida Bishkekda mototsikl boshqarib ketayotgan vaqtda avtomobil bilan to'qnashgan. Og'ir jarohatlardan so'ng shifoxonada vafot etgan. Ularning 4 farzandi turli darajadagi jarohatlar olgan bo'lsa-da omon qolishdi. 2019-yilda katta o'g'lim yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'ldi. Bu kabi fojialarga minglab odamlar duch kelmoqda, dedi Sadir Japarov. Bu gaplarning tagida bitta qattiq haqiqat bor. Rulda menga hech narsa bo'lmaydi degan kayfiyatning narxi juda qimmat. Prezidentning chaqiruvi ham shu. Yo'l xavfsizlik qoidalarini chuqur o'rganish, yo'l madaniyatini kuchaytirish va nazoratni real natija beradigan darajaga olib chiqishdir, deb ta'kidlagan Sadir Japarov.